Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinasi. Biliqdiki bi bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. B Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. B'ning beshidan ulinadigan shakli. Misol bug'doy. B'ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol bulbul. B'ning oyog'idan ulinadigan shakli. Misol adib. B'ning ayrim shakli. Misol kitob. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Bug'doy B harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Bulbul B harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Adib B harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kitob B harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Bosh, bar, besh, bet, ber, bo'sh, bor, bo'z. Bizning oila. Bizning oilada 6 jon odam bor. Buvam, momam, dadam, opam, men va ukam. Buvam bilan momam dam olishga chiqdi. Dadam zavodda ishlaydi. Opam doktor. Men 1-sinfda o'qiyman. Ukam bolalar bog'chasida turdim. Kechqurun hammamiz jam bo'lib, kunduzi ko'rgan anlagan ishlar to'g'riliq paranglashimiz. Bizning oila bekmi ko'ngillik. Hammamiz bir-birimizga kuyinimiz. Men oilamizni intayin yaxshi ko'raman. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, bolalar ana tili, bolalar ingliz tili, boshlang'ich seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati